To'xtang o'zi. Biza tayyor hurmatli boshlovchi. Zo'rmi? Jamoa birinchi raundga o'tamiz. Ijduvondan kelgan savol o'qiyman. 1, 2, 3. Dan keyin qaysi raqam keladi? Stop! Birinchidan keyin nechi kelsa bilmaysizmi? Nechi bo'ladi? Yo'q, men 3dan keyin pastdan uxlaganman-da, o'shani bilmayman. Qarang, 1, 2, 3, 4 tushundim. Birinchidan keyin nechi kelsa bilmaysizmi? Menimcha men yondashuv topdim. Bu mantiqiy savol-da. 1, 2, 3 jonimda qolmadi, kuch deydi-ku. Javob Munisa Rizayeva. Biza tayyormiz, tayyor biza. Xo'sh, javob tayyormi? Munisa Rizayeva. Bundaymi? Bu miyalarni ishlatmay oxiriga yig'ib nima qilmoqchilar? Tur javobi, tur. Aytdim masalaga. Nima aytdingiz? Ushdan keyin uxlab qolishni aytdingizmi? Shunaqa bariyat keluvdim men o'sha. Ha, mana keyingi savolga qattiqroq tayyorlanamiz. Qani? Sho'birkor. Ko'rganni o'qigim keladi. Savol. Alifbe bayramni hamma bilasanmi? Alifboda birinchi harf nima? Va, tupik lekin, tupik. Buni qiyin savollar beryapti, boshlovchi. Nima bilish mumkin? To'rt emasmi, to'rt? Harf deyapti, son demayapti. Uylang. Q emasmi dedi? Q son-ku. Sona. Mana qaranglar, taktika bu. Buni qaranglar, uxlab qolibdi bu. Sadulla to'nkaga boramiz, xato javob bersa ham bu aybdor. Javobimiz tayyor, Sadulla javob beradi. Sadulla. Va nihoyat to'g'ri. Qaysi? Qaysi? Sho'birkor noling. Va nihoyat. Zakovat sumkachasi keltirilsin. O'zim olib kelaman. Mana olib keldim. Bu sumkaning ichida bitta telefon bor. Hozir u telefon bilan sizlarni tanishtiraman. Bu telefonning batareykasi 8300 amper. 3 kungacha yetadi. Agar ishlatmasang butun umr yetadi. Ekranlari suvdan, changdan himoyalangan. 2,5 metrdan tashib yorsang ham sinmaydi. PUBG, to'dim, hech narsaga qotmaydi. Barmoqlaring qotishi mumkin. Qisqasi bu telefon qaysi telefon? Javob tayyor. Javob Honor X9D. Yangi avlod texnikasi. Buni qarang. Siz aytgan narsalarning hammasi aynan mana shu telefonga tegishli. Kamerachasini qarang. To'g'rimi? To'g'ri. Honor X9D hayotingizda siz bilan birga